Bu maktab tarixda birinchi bor gospital maktab O'zbekistonda ochilgan. Bolajonlar onkogematologiya qoshidagi markazda joylashgan bo'la turib, bizning maktabimizda ko'p davolanayotgan bolajonlar tahsil olmoqda. Men onaman, lekin har doim aytamanki, bu bolajonlar ko'proq menga darsliklar beradi. Keyin qora budka, qora daraxt, qora kuchuk chizyapti. Men bitta bolani chizgan asarini xalqaro tanlovga jo'natganman. U g'olib bo'ldi. Lekin men ulgura olmadim. Shu bolaga shu chiroyli yengillikni aytishga. Men Sharifa Sharafxo'jayeva, konseptual rassom. Aynan paytda men Mehrli maktabning art terapiya va art pedagogi bo'lib ishlamoqdaman. Mehrli maktab, bilasizmi, bu juda ham noyob va kerakli loyihadir. Bu maktab tarixda birinchi bor gospital maktab O'zbekistonda ochilgan. 3 yildan beri biz bolajonlarga dars olib kelamiz. Aynan shu maktabda bolajonlar onkogematologiya qoshidagi markazda joylashgan bo'la turib, bizning maktabimizda ko'p davolanayotgan bolajonlar tahsil olmoqda. Mehrli maktabga men juda ham tasodifan kelib qoldim. Men uchun bu qandaydir ajoyib bir voqea bo'lganki, oldin men fond zaminning katta loyihalarida ishlab kelardim. Aynan inklyuziya bolajonlar guruhida biz Zamin Education loyihasida dars olib borardik. Men rassom bo'la turib u yerda aynan art terapiya va kompozitsiya darslarini olib borardim. Bir necha loyihalarda ishtirok etardim. Aynan o'sha yerda men Mehrli maktab nimaligini va qayerdaligini eshitdim. Bilasizmi, bu maktabga men rassom bo'la turib u yerda ekspozitsiya qilganman. Menga bir ajoyib bir imkoniyat berildiki, aynan ushbu maktab bolajonlari uchun ekspozitsiya qilish. Mehrli maktabning devorlarida biz bolajonlar uchun Savitskiy nomidagi butun dunyoga mashhur bo'lgan durdonalaridan replikalarni ekspozitsiyasini qilardik. Bilasizmi, bolajonlar birinchi kelganda ular bizani tanimaydi. Aynan o'sha tanishuv orqali bolajon sekin-sekin bizga o'rganadi. Ular rakushkalar kabi yopilib kelishadi. Chunki ularni kasalligi, ularni hozir hayotida bo'layotgan eng og'ir paytlari va damlari albatta ularni psixologik ta'siriga og'irlik dog'ini qoldiradi. Lekin o'shanga qaramay biz pedagog nafaqat ularga o'qituvchilik va ustozlik qilamiz, biz ularga do'stdek bo'lib qolamiz. Sekin asta bolajonlar bizga o'rganib, sirlarini ham ochishadi. Biz ularga nafaqat ustozlik, biz ularga hattoki do'stdek bo'lib qolamiz. Bir xilda bilasizmi, ota-onasiga ishonmagan sirlarini bizlarga aytishadi. Ana o'shanda albatta ular bizning yuragimizda ham joy topishadi. Men onaman, birinchi gal men nafaqat ustozlik qilaman, men onaman, lekin har doim aytamanki, bu bolajonlar ko'proq menga darsliklar beradi. Aynan hayot darsliklarini men ulardan o'rganaman. Chunki shunday qiyin ahvolga tushgan bola ham aynan bugungi shukronalikni o'rgatishadi. Biz ertalab turib, aynan shu toza osmonda quyosh ko'rganimizga shukurlik, shukronalik bilan yashashni o'rgatadi. Men o'zim art terapevt bo'la turib, shu bolajonlarga yuragiga yo'l topishga harakat qilaman. Bilasizmi, ular masalan tushkunlik kayfiyatda kelsa, men aytamanki, qani olaylikchi, hozir biz sizlar bilan hozir quyosh chizamiz, kamalakni chizamiz. Aynan tsvetoterapiya orqali men sekin uni kayfiyatini chiqaraman. Sekin u hattoki ko'zida nurini ham ko'rish bir anaqasidir, bilasizmi? Lekin eng og'ir mushkulli paytlarimiz shuki, bu bolajonlar ertaning bizlarni tark etishadi. Ana o'shanda bizning yuragimizda joy olgan shu bolajonlar, ular bilan birgalikda bizning mehrimiz ham ketadi. Bu onlar eng qiyin, menimcha.
aynan bizning o'qituvchilarimizga bu katta bir psixologik zarba desam ham bo'ladi. Lekin bizlarda psixologlarimiz bor. Maktab psixologlari nafaqat bolajonlar bilan va ularning onalari bilan, hattoki pedagoglar bilan ishlashadi. Chunki bizda emotsionalniy выгорание degan termin bor psixologiyada. Biz ham aynan shu выгораниеga yetib kelamiz. Chunki biz birinchi bor onamiz. Bolajonlar aynan rasm orqali o'zini ichki dunyosini ochadi. Masalan, bir kuni meni yonimga o'quvchi kelib qoldi. Qani biz bugun sen bilan nimani chizamiz degan paytimizda aytdiki, men kuchuk chizmoqchiman dedi ustoz. Xo'p, chizaver dedim. U kelgan qora budka, qora daraxt, qora kuchuk chizyapti. Men aytdim, "Namuncha? Bu boshqa ranglari yo'qmidi sendan?" desam, "Balkim biz hozir sen bilan aynan hozir shu mo'y qalamlarni olib chiroyli qilib buni bo'yab tashlasak-chi." Keyin men u bilan birgalikda kuchukchaga sariq dog'lar qo'ydim. Osmonimizni ko'k rangga bo'yadik, quyoshimizga sariq nurlar to'ldi. Ana o'shandan keyin kayfiyat o'zgara boshlanadi. Aynan svetoterapiya orqali va bolajonlar bilan skaska terapiya orqali biz umuman boshqa holatga keltiramiz shu bolani. Kelgan ahvoli bilan ketadigan ahvoli umuman boshqa darajada bo'ladi. Bilasizmi, aynan eng zo'r payti shundan iboratki, bolajonlar o'zini eng chiroyli chizgan rasmlarini yugurib onasigami yoki o'zini davolayotgan doktorlariga ko'rsatib maqtanishadi. Menimcha eng katta yutuq shundandir. Bizning maktabimizdagi bolajonlar boshqa bolajonlardan hech farqi yo'q. Ular masalan zamonaviy ashulalar aytishadi, anime multfilmlarni yaxshi ko'rishadi, aynan ular qahramonlarini ham chizishadi. Lekin negadir tushkunlikka tushgan bir obrazni yaratdi. Qo'lida qilich, xarakterli, xarizmatik obrazni yaratganki, xuddi qandaydir qora bir substansiya bilan jangga chiqishayotgandek. Ana o'shanda savol berdim. Bu multfilmning qaysi birdir anaqasi bo'lganmi, syujeti bo'lganmi shunday desam, yo'q, aytadiki, men o'zimning kasalligimga qarshi chiqyapman, ustoz. Aynan shu rasmda ko'rsatmoqchi bo'ldim. Lekin bilasizmi, anime stilida chizyapti shu bola. Mana o'shanda men aytdim, balkim keyingi syujetda o'sha qora zarbaga qandaydir boshqa yo'nalishni topamiz. Ikkinchi mavsumda umuman boshqacha hikoya topsak-chi. Ana shunaqa qilib men bolajonning fokusini umuman boshqa narsaga yo'naltiraman. Mana shu art terapiya orqali bizning ustozlarimiz, musiqa terapiya darslarimiz bor, robototexnika darslarimiz bor. Biz birinchi bo'lib ularga tutor bo'lib qolamiz. Tutor orqali ularga psixolog sifatida ham umuman boshqa yo'nalishga fokusini aylantirib, shu kasallikdan hayotsevar va hayotda qanday chiroyli va ajoyib narsalar borligini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bir marta men bilan shunday voqea bo'ldi. Men bitta bolani chizgan asarini xalqaro tanlovga jo'natganman. U g'olib bo'ldi. Lekin men ulgura olmadim shu bolaga shu chiroyli yengillikni aytishga. Ertasiga u bola reanimatsiyaga tushib qolgan. Maktabga kelganimdan keyin bu bola o'tib qolganini eshitib, men o'zimni kechira olmadim. Bu axir kutgan-ku. Balkim bu yangilik qandaydir kuch berardi unga. Bizning o'qituvchilarimiz ko'pgina shunaqa ahvolga tushadilar. Allohim borki, bolajonlar biz uchun farishtadek. Ular ketishadi, lekin ularning qisqa bo'lsa ham hayoti tarixda juda yorqin iz qoldirishadi. Shunga sabab bizning maktabimiz va bu bolajonlarning chizgan asarlari shunday albomlarga
qolishadi. Bizning Mehrli maktab bibliotekasida aynan shunday kitoblar to'plami yig'ilib qolgan 3 yil mobaynida. Va u yerda bolajonlarning asarlari biz uchun eng katta bir baxtdir. Mehrli maktab bolajonlari bilasizmi, juda aktiv. Ular olimpiadalarda ishtirok etishadi, shaxmat olimpiadalari, robototexnika bo'yicha, art terapiya bo'yicha esa bizning bolajonlarimiz xalqaro tanlovlarda ko'pgina ishtirok etishadi. Mana masalan, bizning juda katta yutug'imiz. Bu yili bolajonlarimiz The Plant of Art UNESCO degan katta festivalda ishtirok etishdi. Undan tashqari bizning finalistlarimiz bor. Bu albomga mana bu ko'rib turganingizdek hamma zakladkalarda Mehrli maktab bolajonlarining asarlari. UNESCO tomonidan tarixiy ibodalarni nomini bolajonlar Samarqand, Buxoro, butun dunyoga mashhur bo'lgan bizning tarixiy obidalarni chizishgan. Bilasizmi, bunday imkoniyatlar berilganki, bizning bolajonlarimiz motivatsiyasi oshadi. Motivatsiyasi oshgandan sari ularning emotsional holati ko'tariladi va ularga qandaydir umid beradi. Biz bolajonlarimiz kitoblarga tushgan rasmlarni nafaqat O'zbekistonda, tasavvur qilingki, bolajon kasalxonada yotibdi. Juda ham og'ir kasallik bilan kurashayotgan bola va uning asarlari aynan shu paytda shtab-kvartira UNESCO Parijdagi ko'rgazmalarda ishtirok etadi. Tasavvur qilingki, bu bolajonlar o'zligi kasal bo'la turib, lekin ijodlari O'zbekiston bayrog'ini hilpiratib kelayotgani uchun qanday bir baxtdir. Men birinchi bor bizning davlatimizga katta rahmat aytmoqchimanki, shunday loyihalar borligiga, shunday loyihalar orqali bizning bolajonlarimiz butun dunyoga tanitilgani uchun. Mehrli maktabga juda ko'p volontyorlar keladi. Bizning bolajonlarimiz oddiy bolajonlardan hech farqi yo'q. Ular do'stlik rishtalarini bog'lash uchun hamma narsaga tayyor. Ular juda ham qiziquvchan. Ular masalan volontyorlar kelgan paytida ular bilan birgalikda muloqotga chiqishadi, dialoglar qurishadi. Ular mahorat darslarini ko'rsatishadi biz uchun, treninglar o'tkazishadi. Biz har doim xursand bo'lamiz. Chunki bolajonlar o'zini aynan shu suhbat orqali o'zini oddiy boladek his qiladi. Bilasizmi, biz pedagoglarimizning eng katta orzusi nima? Barcha jahondagi bolajonlar sog'ayib ketishi va bunday gospital maktablarning hojati qolmasligidir.